payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, dunyo uchun bir-biringni yomon ko'rma, dunyo uchun bir-biringni yaxshi ko'rma. Alloh uchun yaxshi ko'r, Alloh uchun yomon ko'r. Bugun menga to'mtayapsizmi? Alloh uchun to'mtaying. Nafsiz uchun to'mtaymang. Men sizga to'mtayib, qovog'imni solib, sizdan xafa bo'lyapmanmi? Alloh uchun xafa bo'ling. Bir-birimizni yaxshi ko'ryapmizmi? Bir-birimizga tika turyapmizmi? Alloh uchun tika turaylik. Yo mansabi, yo puli, yo boshqa narsasi uchun emas, Alloh uchun. Chunki Alloh Qur'oni Karimda bir oyatda aytadi, shu oyatni misol qilib ulamolar aytadilar. Ya'ni Alloh Qur'onda aytadiki, "Xalaqalakum ma fil ardi jami'an" deydi. Sizlar uchun hamma narsani men sizlar uchun yaratganman deydi. Ulug'lar aytadilarki, Alloh hamma narsani bandalar uchun yaratgan. Chunki Allohga kerak emasdi.